Muhammad Yusuf'ning bir she'ri bor. Qushdaymiz jonim, mening tanishim yo'q narigi dunyoda, baribir jannatga tushmaymiz jonim degan she'ri bor. Bu men o'ylaymanki Muhammad Yusuf shundoq qalam tebratmagan. Nimanda shu, men shu joyda bitta narsani kashf qilganman, she'r o'qib turibman. Inson sifatida yozgan odamning taqdiri sifatida sal achinishsiz mumkin. Unaqa demasligi kerak deysiz. Lekin umumiy formulada to'g'ri gap. Mening tanishim yo'q narigi dunyoda, baribir jannatga tushmayman. Demak, insonni tanishi bo'lmasa jannatga tushmaydi. Tanish degan so'z menga tanish tuyuldi va Xudoni tanish degan narsa chiqib keldi. O'zi bilgan bilmaganmi bir kashf qilib yozib qo'ygan. O'sha so'z iste'molida haqiqatdan ham tanish bo'lmasa inson o'sha yaxshi joyga tusha olmasligi ehtimoli bor. Muhammad Yusuf'ning bir she'ri bor. Qushdaymiz jonim, mening tanishim yo'q narigi dunyoda, baribir jannatga tushmaymiz jonim degan she'ri bor. Bu men o'ylaymanki Muhammad Yusuf shundoq qalam tebratmagan. Nimanda shu, men shu joyda bitta narsani kashf qilganman, she'r o'qib turibman. Inson sifatida yozgan odamning taqdiri sifatida sal achinishsiz mumkin. Unaqa demasligi kerak deysiz. Lekin umumiy formulada to'g'ri gap. Mening tanishim yo'q narigi dunyoda, baribir jannatga tushmayman. Demak, insonni tanishi bo'lmasa jannatga tushmaydi. Tanish degan so'z menga tanish tuyuldi va Xudoni tanish degan narsa chiqib keldi. O'zi bilgan bilmaganmi bir kashf qilib yozib qo'ygan. O'sha so'z iste'molida haqiqatdan ham tanish bo'lmasa inson o'sha yaxshi joyga tusha olmasligi ehtimoli bor. Muhammad Yusuf'ning bir she'ri bor. Qushdaymiz jonim, mening tanishim yo'q narigi dunyoda, baribir jannatga tushmaymiz jonim degan she'ri bor. Bu men o'ylaymanki Muhammad Yusuf shundoq qalam tebratmagan. Nimanda shu, men shu joyda bitta narsani kashf qilganman, she'r o'qib turibman. Inson sifatida yozgan odamning taqdiri sifatida sal achinishsiz mumkin. Unaqa demasligi kerak deysiz. Lekin umumiy formulada to'g'ri gap. Mening tanishim yo'q narigi dunyoda, baribir jannatga tushmayman. Demak, insonni tanishi bo'lmasa jannatga tushmaydi. Tanish degan so'z menga tanish tuyuldi va Xudoni tanish degan narsa chiqib keldi. O'zi bilgan bilmaganmi bir kashf qilib yozib qo'ygan. O'sha so'z iste'molida haqiqatdan ham tanish bo'lmasa inson o'sha yaxshi joyga tusha olmasligi ehtimoli bor.